Chongqing yerasti partiya tashkilotida 5-numorli bir xabar yetkazuvchi bor. U dushmanning ichki qismida yoshirinib yotdi. Qaytgandan keyin ishlar komitetidagi yo'ldoshlar bilan hamkorlashib, uni siz bilan aloqalashtiraylik. Harakatingizga moslashsin. Undaq texim yaxshi. Boshqarma boshlig'i, haliqi shopping bada yig'in zalining qurilish xarisini keldingizmi? Ha, men bu ishni sizga daydab turatdim. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Bir necha kundan keyin Dala armiya boshlig'i Chongqingdagi har qaysi yerlardan kelgan vakillar bilan bu yerda yuz ko'rishdi. Ha. Yo'ldosh Shonya. Sizningcha bu xarita nimani tushuntirib berganmi? Sizlar xaritadagi o'rin ko'rsatkichini ko'rdinglarmi? Men astoydil tadqiq qilib baqdim. Bu o'rin ko'rsatgich yig'in zalining ishkendagi uylarni ko'rsatib turibdi. Balkim bu yerlarga margan qotillar yo'shinib turgan bo'lishi mumkin. Meningcha Chingtangning 10 necha marganni Chongqingga berishlik maqsadimi? Shopping bada yig'in zalini kontrol qilish. Ular Dala armiya qo'mondonining Chongqingda o'tkazilgan vakillar yig'inini kutib, planni amalga oshirish. Ha? Ular Dala armiya boshlig'i bo'lsalar ekan. Bizning o'ylig'imiz bilan o'xshash bo'ldi. Bu ablaqlar bekli hozirlashibdi. Shuning uchun biz yana saqlab tursak bo'lmaydi. Cho'qim hozirda harakatni boshlashimiz kerak. Yo'ldosh Shonya. Bu harakatning maxfiy nomi Qo'ranchab qo'natdi. Sizning aloqalash maxfiy nomingiz Qo'ranchab birinchi nom. Men Qo'ranchab ikkinchi nom. Yo'ldosh Qo'chim bo'lsa Qo'ranchab uchinchi nom. Tushundim. Yo'ldosh Shonya, yo'ldosh Qo'chim. Men alayda qismning qo'mondoni sifatida buyruq qilamanki, ikkinchi armiya boshqarma boshlig'i bilan maxfiy maslashib, butun kuchimiz bilan quvvatsiz farqni oyoqlashtirib, boshqarma boshlig'ining bexatarligiga mas'ul bo'lishinglar kerak. Başlar xotirjamlar. Bütün kuchimizda vaziyatni o'rnatamiz. Javxonim. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib qoldik. Javxonimda va men anglashni qiziqarli tuyuldi ekan. Yana meni Yachin deb chaqiring. Ma'qul. Yachin. Yuqori darajalik rahbarlar bizning planimizni tasdiqlab berdi. Sirtqi chiqish paranglashaylik. Ma'qul. Biz o'ljagan telegraf apparatida Chingtangning nomi bilan Guyangdagi yoshirinib yotgan alayda qism bilan aloqalashdi. Bayatdan Guyang axborot idorasidan xabar keldi. Biz alayda xodimlarga nisbatan maxfiy kuzatish harakatini bugun kechda boshlaymiz. Sizlarning Guyangdagi kasbdishinglar mening ota-onam bilan bolamni ko'ribdimi? Xotirjam bo'ling. Men sizning ahvolingizni ularga tafsiliy aytib berdim. Tuqqanlaringiz Chingtangning odamlarining qo'lida bo'ladi ekan. Kasbdoshlarimiz ularni cho'qim qutuldirib chiqadi. Sizlarga ish nima? Yachin, hozir siz bilan bu qitimki harakatga qatnashmaslik to'g'riliq rasmiy paranglashib baqay. Paranglish hojatsiz, men qo'shilaman. Bu qitimki niqoblangan jasuslik harakati intayin xatarlik. Idingizni o'ssin. Agar qatnashishni xohlamasangiz, biz sizni hargiz zo'rlamaymiz. O'ylashib bo'ldim. Siz bilan Chongqingga boraman. Siz bunaq degan yerda men ko'p so'zlamay. Rahmat sizga. Men rahmat aytishim kerak. Yana bir ish. Men bak ansirab qoldim. Nima ish? Chingtang chet elda tarbiyalangan. Uning inglizcha saviyasi cho'qim yaxshi. To'g'ri, Chingtangning inglizcha saviyasi xili yuqori. Biroq men inglizcha so'zlashamayman. Bu tarafini yushirib qag'il bo'lmaydi. Boshqa tarafini niqoblash oson. Qanday qilay deysiz? Agar xatolashmasam, sizning inglizcha saviyangiz Chingtangnikidan yaxshi deyman. Shundaqmi? Albatta. Men kichigimdan tatib Amerikada turgan. Ha, siz meni ustoz tutmoqchimi? Men o'rganalamdim. Siz bek aqlliq. Bir necha yig'iz turmush so'zini o'rganib ketishingizga gap yo'q. Ondaqda hozir rahmat aytish navbati men keldi. Yerim kechib bo'ldi. Ching boshliq nimandaq kelmaydi. Shu emasmi? Ching boshliq Guyangdan ketgan to'g'ri. Nimishq tuyusiz qaytib kelgandi. Savrchanlik bilan saqlab turaylik.
Telegramını çın başlıq etmanğan telegraf aparatı bilan yollagan. Məxfi nomerimni to'g'ri. Yana qandaq masala bo'lsin? Tez qilayli, tez. Kımırlaşma! Kımırlaşma! Müdürlüğe! Kımırlaşma! Tez, tez! Kımırlaşma! Kolunu götürüş! Kımırlama! Müdürlüğe! Jim duruş! Jim duruş! Başlayaq. Hərəkət ayaqlaşdı. Dövlət Bexəterlik İdarəsinin Günyağını Turuşluq Başqarma başlığı və Çantağının qol astıdakılar birlikdə bizning to'rga tushdi. Joyaching münasibətlik ahvallarını aniqlab chiqdik. Amerika nüfusi, qurol yarog' mutaxassisi, yo'ldoshi o'lib ketganlik sababdan 1948-yili 12 oyda ota-onasi va o'g'ilni olib vatanga qaytgan. Keyin Gunyang shahri Yanxi ko'chasi 6-korpus 3-nomerli uyda turgan. Dadisi Jiang Mingshang, onasi Li Wenru, oliy maktab professori, partiya a'zosi emas. Uning aytgan ahvollari bilan naytim o'xshash. Javob qaytar. Teksti mundaq. Joyachinning oilasidagilar qutqizilib chiqildimi yo'q? Javob qaytaringlar. Xo'p. Başlayaq. Menimcha Joyachinda masala yo'q. Bizning harakatimizga qo'shilsa bo'ladi. Biz birinchi qadamni 2 kundan keyin ma'miz. Başlayaq. Gunyangdan xabar keldi. Yanılı özün onun aytqan. Kirin. Qandaq? Ulan tap aldыңызмы? Tez ayting, qandaq bo'ldi? Necha yilning oldida banditlar uyga bostirib kirib, ota-onamni o'ldirib etdi. Ustozimning kallasini yapon alvaslarining bayroq taxtasiga esib qo'yganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shu sababdan o'limlik bo'lib qolgan odamning kayfiyatini obdan tushunaman. Siz nimishqa bu gaplarni menga deb yuraysiz? Ular o'libdimi? Biz Gunyangda turishliq. Chintangning qo'l ostidagilarni tutib, ularni masalani topshirishga qistidik. Ularning deyishicha, Chintang Gunyangdan ayrilgan shu kuni ular Chintangning buyrug'ini topshirib olib, ota-onangiz va balalaringizni o'ldirib ketdi. Mana bu Gunyangdagi yo'ldosh bizga aytgan telegramma teksti. Yachin.
Kechiring. Sizga nima deb tasalli berishni bilmadim. Agar qattiq yig'lamoqchi bo'lsangiz, yig'la bilan. Sizlar odam emasgansizlar. Nimishqa? Mening ota-onam yuvosh odamlar. Atamning yomon ishlarni qilib boqmagan. Ularga nima bo'ldi? Nimishqa o'ldirsizlar? Nimishqa? Yani, mening omak oğlum. Sen tek andil 10 yaşga kirgan tursan, 10 yaşga. Balani gunohga sherik bo'ldimi? O tek bala tursa, o nima gunoh o'tkazgan bo'g'iti? Bu qanday jahon? Sizlar bir top hayvan! Sizlarga jinidan chiqib qo'ydim! Sen nimishqa o'g'limni o'ldirsan? Men sizning o'g'lingizni o'ldirmadim. Yo'q. Sen qotil! Uyg'ondingizmi? Suv ichib oling. Kechiring. Sizni qattiq tishlab qo'yibdiman. Mendan toza xafa bo'lgansiz, ha? Nimishqa menga gap qilmaysiz? Bilaman, men chatoq chiqarib qo'ydim. Mendan xafa bo'lgansiz. Sizdan xafa bo'lganim yo'q. Lekin nima deyishimni bilamadim. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Og'irdimi? Yo'q. Nimishqa o'zingizni chetga tortmaysiz? Nimishqa meni urmaysiz? Agar shunday qilsangizlar, yaxshi bo'lib qoldigan ish bo'lsa, meni qanchalik urvasangiz mayli. Yüzünüzü sürtü bilen. Yalçın. Ben gazarımı buyruq düşədim. Ətət degen adam orlaştıray.
sizni Guyanga apırıp qoysun. Güyanğa ketemdi. Hmm. Sizlarning planinglarga qatnaşmamdı. Biz junton emas. Balasından ayrılgan bir anığı besim qilib, vazifega vassak hergiz bo'lmaydi. Qani uxlayverin. Sizni uzitib qo'yman. Ay, meni Güyanğa ket demekçimi? Nima? Uyingiz shu yerda emasmidi? Yoldaşım mı yok? Ata-anam mı yok? Omak oğlum mu yok? Mening yana qandaq uyim bo'lsin? Men Sizning yana boshqa tuqqanlaringiz bormi? mening tuqqanlarim bilan ko'rishkim yo'q. Düşmanlarim bilan ko'rishkim bor. Men qisas olaman. Ölüp ketgan ata-anam, oğlum yamam uchun men bu hayvonlarni necha yuz hassa badal to'lagizman. Bu plan bekli xatarlik. Belkim hammamiz o'lib ketishimiz mumkin. Ölüm tartışadigan qarindoshlar bor odamlar uchun tekdi. Mening tortishqidek neyman bor? Men yana o'limni qo'rqamdi. Agar o'lishga to'g'ri kelsa, men bu hayvonlar bilan birga o'lishga roziman. Bugun kech ishkinglar mushari qilinglar. Xo'p, xo'p. Qanday bo'ldi? Hay, bichara. Ko'zni yumib ochiqcha hamma narsadan ayrildi. Uning vujudida bir xil qo'rqinchli kuchning borligini bayqadim. Bu faqat ayollarda bo'ladigan jasorat. U biz bilan cho'nchanga borman deydi. Yana boramdi ekan. Qisos o'ti eng kuchli bo'lgan jasorat. Antaqa boyatdin. U bormaydigan bo'lsa, biz qanday qilamiz? Qayerga berib, uning o'xshaydigan qurolliroq mutaxassisni tepkilaymiz degan xayollarni qilgan edim. Hamma tayyorlik bitib bo'ldimi? Hamma ishlar joyida. Bu şey için ustunlar. Bak bu ehtiyat qilinglar. Biz cho'nchimni ko'rishaylik. Yo'lga chiqaylik. Xo'p. Eng nodir, eng yangi, süzüklüki yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Qanchada? Ha, kichiga marhamat, kichiga. Ha, qani kichiga marhamat. Ha, keling.
Xo'jayin ichida sizlarni saqlab oladi. O'zinglar kirib ketaman. Mangayli. Xo'jayin. Ko'pchilik. Qani o'tiringlar. Bugun 4-chi nomerlik telegram apparatidan xabar keldi. Chingtang Channandan o'tib, Taybayshan ichiga kirib bo'pti. Mo'ljarimcha 2 kun ichida Yibinga yetib boradi. Bir kut planimi taraqqiy qiladi. Bek yaxshi bo'ldi. Xo'jayin, endi qanday qilamiz? Yushan Xayma. Bah. Sen tezlikda odamlarini boshlab Taybayshanga berib, Chingtang bilan aloqalash, ondan uni Yibinga bexatar akib qo'y. Ma'qul. Xo'p. Shuar. Bah. Chingtang Yibinga kelgandan keyin sen mas'ul bo'lib o'rinlashtirsan. Sening vazifang Chingtangni bexatar Chungchingning paraxotiga sep qo'yish. Ma'qul. Shudo. Chingtang paraxotga chiqib bo'lgandan keyin sen mas'ul bo'lasan. Esingda bo'lsin. Hech qanday yo'chiq qoldirishga bo'lmaydi. Xo'p. Bu yoqqa qaranglar. Hamma ishlar mush yerdan boshlandi. Biz Taybayshanga kirgili bir kecha kunduz bo'ldi. Qarayda. Bizning hozirgi o'rnimiz Chilikdo. Mana bu yer Lija ibodatxonasi. Lija ibodatxonasi. Bugun Chongqingdan kelgan telegramni topshirib oldim. Biz Taybayshandagi Lija ibodatxonasiga borsak, Chongqingdan biz bilan ko'rishga kelgan odam bor deb yozibdi. Lija ibodatxonasiga yana 10 necha chaqirim bor. Nemish bu yerda ko'rishni o'rlashtirganda. Yana kelib Yibing emas. Ha, ular bizdek cho'ng qo'shonga yo'q qilishni huquq qolgan gap. Bu degan tag'bog'irda qamab qo'yish deyildi. Nima bo'ldi? Men sana burunla aytgan. Yaxshi odam o'lmaydi, ham yomon odammi? Faqat bir xildagi odamlar o'ladi. U bo'lsa-mu, ahmoqlar. Nima bizni qo'shin degan? Og'zing bor. Kelayotganlarimiz demayman. Bu gapni ikkinchi qatim degizma. Yo'lga chiqaylik. Xo'p. Bu yer nima naqsurlik? Odam bormi? Odam bormi?
Odam bormi? Men bilmayman. Bu yoqqa keling. Bu qandaq ish? Qaraganda. Qarang. Tez uyg'oning. Ko'zingizni oching. Sizlar zodi nima odamlar? Bu savolni men sizdan so'raydigan. Kıvırma. Sizlarning bir ishinglar bormi? Sen nima adam? Yo'lovchi. Yo'lchi? Bu yoqqa kelib qoldim. Put, o'zimning. Nega bag'im kelsa shu yerga borman. Qandoq dedim? Yo'shroq bo'l. Qo'lingdagi nima bu? Miltiqmi? Sen chuchu. Men aytib beramsan. Sizlar zodi kim? Bizni Taybayjan partizanlar turibdi. Sizlar kompartiya, shundaqmi? Albatta. Nima degan to'g'ri kelgan? Men bu kompartiya a'zosi. Ha? Sen bu kompartiya a'zosimi? Albatta. Qaysi qismdan? Salohiyat guvohnomam yanchug'imda. Qarab baqamsan. Mundaq bo'lsin. Men qo'limni asta yanchug'imga silib, guvohnomamni sizlarga beray.
Kompartiyaga qarshi turib davlatni qutqizish. Japon yengib davrni o'zgartish. Siz ching boshliqmi? Siz men bilan ko'rishadigan odammi? Xabar oshkorlanib qilib, biz bu yerdan bu yerga kelishimiz bilan ularning hujumiga uchirdik. Xabar oshkorlanib qilib. Bu qanday mumkin bo'lsin? Onu yürü bilen. Maili. Paranı taşla. Sizlar mu partizanlarmi? Haydi to'g'ri. Sizlar degan bir turkum ishning kuchiga paranı taşla. Bo'lmasa hammani o'ltirman. Nemishqa? Hamma odam meni o'ldirishni xohlaydigandu. Paranı taşla. Biz Taybeyshandik partizanlar. Sizlar degan Gomidani alaydi xodimlari. Nima degan razil? Kelinglar. Ularni bir taraf qilib yutinglar. Yana deydigan gapim bormi? Qaraganda yo'q o'xshaydi. Rostli degidek gaping yo'qmi? Sana aytib qo'yay. Agar rost gapni qilsang, biz balkim jiningni tirib qo'yishimiz mumkin. Gapim bo'lsa-mu, sana demayman-da. Sen o'limdan qo'rqmamsan? O'lim? Meni o'ldiribsan. Yuqorga nima deb doklad qilasan? Ha? Sen nima deyapsan? Qo'rq gapni oz qil. No'chi bo'lsa ota. Lalma shpion. O'lim oldida og'zini chingli qilib o'tabsan. Kelinglar. Uni o'ldirib yutinglar. To'xtanglar. Uni o'ldirsanglar bo'lmaydi. Biz Og'zimiz yo'q. O'rnidan qayt. Qandaq? Rost gap qilamsan yo'q. Rost gapni qilsang, jiningdan voz kechaman. Sana bir qatim fursat berdim. Biroq sen qadrlashni bilmading. Balkim sen bak tursan. Sana gapning ochiqini dey. Sening boshlig'ing bilan ko'rishiman. Qaraganda jasad sandiqini ko'migicha rost gap qilmaydi o'xshaysan. Uni aytib ber. Sen o'yinni bakla nachar o'yinding. Qaraganda o'lgün kelgan o'xshaydi. Oy, nerede o'qiydi o'rdi? Ne dedi? Men davlat bexatarlik idorasining Guyangda turishliq boshqarmasidan mayor general Chingtang bo'laman. Qurolni tashlanglar. Meni ikkinchi qatim deyishga majburlamanglar. Qurolni tashlanglar. Tez, qurol tashlaylik, tez. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Qo'linglarni egiz ko'tarib, o'rninglardan turinglar. Ma'qul. Qo'lini ko'tarish. Tez ichga kirish. Yes. Qo'l ostingizdagilar to'limi. Yarim askan. Nima deyapsiz?
Yarınızmı qamlaşmay qapdı. Siz. İsmim Li Yushen. Kompartiyaga qarshi turib, davlatni asliga keltirish armiyasining polkovniki. Xo'jayinning buyrug'i bo'yicha sizni qo'g'dig'ili keldi. Bu nimaga sap? Bu degan sinab ko'mak. Chin qo'mondan xafa bo'lmang. Buni bir alohida o'yin deb o'yla. Bir necha odamning hayotiga tegishgan alohida o'yinmi? Candan kechmaguncha janonga yetkilib bo'lmas. Qaraganda Chongqing taraf menga ishonmagan o'xshaydi. Len polkovnik salohiyat guvohnomalarimni chiqarib, o'zimni isbotlab ko'rsatamdim ya. Texbayla bu tarafini oshkorlab, o'zingizning salohiyatingizni isbotlab berdingiz. Shundaqmi? Kompartiyaning xabar yetkazuvchi xodimlari menda qilamasmi? Siz kompartiya bo'lsangizmi, sizga qoyil bo'lmay turamayman. Men oxiri xo'jayinning bu vazifaga erkishib etmay, nemishqa sizni sog'anligini tushunib yetdim. Menmi rost gapni dedim. Menga ayting, bu ishni qanday qilib bilib olgandingiz? Saxay. Bo'ldi qarindoshlar. Qo'linglarni tushirib, miltig'inglarni ilib olinglar. Xo'p. Texi mening savolimga javob qaytarmadingiz. Men dastlabda hech nimani bayqayamadim. Biroq 4 yolg'on partizanni o'ldirib atgandan keyin bir masala mening kallamdan o'tmadi. Nima masala? Men ibodatxonaga kirganda bir necha o'likni bayqadim. Sizning o'ylig'ingiz bo'yicha u o'liklar men bilan ko'rish uchun ep kelgan sabdoshlar. Xabar oshkoralanib qilib, partizanlar tarafidan hujumga uchirdinglar. Shundaqmi? Shundaq. Avval men Chongqing taraf bilan yolg'iz aloqalashgan. Shunga xabarning oshkoralanib qilishi mumkin emas. Agar rostli xabar oshkoralanib qolgan bo'lsa, kompartiya nima uchun o'zi hujum qilmay bir necha partizanlarni ishga soladi? 3. Sizning yori eg'izingizni kuzatdim. Yori eg'izdan chiqqan qon, so'z qizlarang. Odam qini bo'lsa, chaplashqa qaramtil bo'lgan bo'ladi. Mening bu hukmim sol tarafingizdagi yori eg'iz yolg'on. Eng oxirgi tarafi bo'lsa, men kompartiya partizanlarini ko'p ko'rgan. Ularda undaq chiroyli, ilg'or miltiqlarni nemish qilsin? Bu tarafini men faqat o'ylab boqmabdiman. Mening farzimcha bu yolg'on partizanlar Chongqing tarafdagi xo'jayin tarafidan meni sinab ko'rish uchun avatilgan. Men necha qatim belgiladim. Ularga qo'mondan bilan paranglashman dedim. Biroq sizning qo'l ostingizdagi bu odamlar yolg'onni rost deb o'ylab qopti. Bilamsiz, agar men sizning salohiyatingizni oshkorlagan bo'lsam, balkim ibodatxona ishchi qo'l ostingizdagi odamlaringizning jasadi bilan to'shib ketgan bo'ladi. Siz qo'rqinchli odamkansiz. Bundaq sinab ko'rish qo'rqinchliq, o'z sabdoshlarining hayoti bilan o'ynashganlik. Bundan keyin ikki taraf qandaqmi yaxshi hamkorlashqili bo'lsin. Meningcha Mavi idora boshlig'i yana umidsizlanib qoldigan bo'ldi.